Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning sho'rimizda bo'ladi. Ya'ni berimizda hammasi tozadan bo'ladi. Berimizni manziline keladigan bo'lsak, Manej, Saltanat, Ranch Universitet, yanimizda vokzal bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yine ko'rib turganlaringizning ajoyib etib salangan domlarimiz pishgan karushdan bo'ladi. Umuman gap bo'lishi mumkin emas mestasini. Esa hurmatli yurtdoshlar, yine ko'rib turgan domlaringiz ajoyib. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Toza domda bo'ladi. 3 xonali 96 kvadrat metr bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Esa gittik joyimiz bilan danishishamiz. Joyimiz cho'tki joyda joylashgan. Mestasini umuman gap bo'lishi mumkin. Mendan Ranch Universitet yaqin bo'lsin, Manejning yanında bo'lsin. Devadingizda Saltanat Kami vokzal ham yaqin, hamma yer yaqin joyda joylashgan. Dumzor mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Esa gittik joyimiz bilan danishishamiz hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 4-qavatimiz ham yetib keldik. Ko'rib turganlaringizning pod'ezd qismlarimiz sifatli, yaxshi murammali kafeldan qilingan, akfaynala qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Girganimni ko'rib turganlaringizning laminat pol bo'ladi. Joyimiz fondan chiqib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Lyustralar asilgan, ajoyib bo'lib fondan chiqib turibdi. Ozgina kelib g'ollarni döşab yashab beraverasizlar. Yashab o'tirgan ekanlar, hozirchalik yashamaydilar. Joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli yurtdoshlar, girish yerimiz ham kichkina emas, firixochkalar zonalarimiz bor. Ajoyib joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Esa Bismillahirrohmanirrohim deb o'ngdan boshlaymiz. Bu yerimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizni ko'rsatamiz. Kuxnimizdan bir xonada, ya'ni katta urli tushgan, kichkina emas, uzunlik ham uzunina bir 5,5 metr chiqar. Kichkina emas, urli tushgan hurmatli. Bir narsaga e'tibor qilamiz. Balandlik ham baland bo'ladi. Ya'ni bu yerda hammasi pishgan karushdan salangan bo'ladi. Joyimiz, kuxni mebellarimiz yangi, sifatli, yaxshi akra firmasidan kuxni mebel qo'yibdilar. Gaz plitalarimiz yangi, gaz plitalarimiz ishlab turibdi. Dvig konturli kotellarimiz qo'yilgan, shoshiklarimiz. Ya'ni xonadonimiz issiqqina bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi. Tayyor, doğru kelib yashab beraverasizlar, g'olibni döşab. Fondan chiqib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Bu yerimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham keng tushgan, kichkina emas, ullu, restoranlar qo'yilgan, konditsionerlari bor, ishlab turibdi. Akvaynalar, jaluzi, perdeler. Bu narsalarimiz ham qoladi shu yerda. Hamma narsa qoladi hurmatli yurtdoshlar. Joyimizning narxi qiziqarli, ajoyib narxda turibdi. Hozir danishtirib chiqamiz. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Listalar 2 dan qo'yilgan. Ajoyib. Bu yerimizdan girsak ham bo'ladi, yana zalimizda hurmatli yurtdoshlar. Ko'rsatamiz taq bir yandan. Bu yanimizda spanimiz bo'ladi. Yine spanimiz ham kichkina emas, ulug' keng tushgan, bemalol fondan chiqib turibdi. Yine ko'rdingizlarmi? Oyoq teramiz laminat pol, akfaynalar bu yerdan yine shuningdek ko'rinishda. Hamma narsa qoladi ekan hurmatli yurtdoshlar. Remont etgan ekanlar, ishlarimizni e'tibor qilmaysizlar. Bu yanimizdan bir katta bir mehmonxona desak ham bo'ladi. Spani desak ham bo'ladi. Berimiz ham oyoq teramiz laminat pol, fondan chiqib ajoyib bo'lib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Bu yanimizda balkon qismi ajoyib. Yine joyimiz egalari aytib turibdi 96 kvadrat metr dedilar hurmatli yurtdoshlar. Bu yanimizga keladigan bo'lsak, tualet, yine ko'rib turganlaringizning kafellar qilingan, ajoyib bo'lib turibdi. Bu yanimizda esa vannamiz ham keng, kichkina emas, ulug' tushgan, ajoyib. Yine balandlik ham baland, akfaynalar qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlar, bu joyimizning narxina keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 510 million so'm bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Ustida kelishib beriladi deyildi egalari. 510 million so'm zudlik bilan sotib chiqdi. Esa ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Shunday yaxshi joylarni so'rab bilgan donish berishlariga tashakkur qilamiz. 3 xonali Manej yandan, vokzal, Manej, Saltanat kafe yandan bo'ladi. Ranch Universitet ham yaqin.
Işqılıb mesajdan umuman gap bo'lishi mumkin emas. Esa hurmatli yurtdoshlar, sog' olinglar, salomat bo'linglar. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaveringlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar.